Ya'ni Kindle strategiyani o'zini ya'ni bu поглощение deydi. Yani bilasizlar yoki bilmaganlar bo'lsa ham qayta ko'rsataman. Поглощениyaning o'zini qoidasi bo'ladi. Shu поглощать qilish o'zini qoidasi bo'ladi. Keyin Fibonacci ishlatiladi. Hozir o'sha narsani bitta ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi struktura bo'yicha ko'rsatdi. Ya'ni misol uchun ko'rinyapti, qotmayapti. Bironta kishi gapirib yuborsa, men pastga tushgan ko'rinmaydi sizlarga, yozsanglarga. Zo'r. Misol uchun bozorda uptrend holatda bo'layotgan bo'lsa, uptrend holatda yoki downtrend holatda bozorning bozor to'g'ri holatda yurmaydi, tepada yoki pastda, ya'ni bozor ana harakatlanib yuradi. O'shanda bizda mana bu maksimumlar, minimumlar bizlar uchun esinarli zona bo'lishi mumkin. Bu yerda order block, forward gap, qanaqadir tasdiqli zonalar, inside barlar bo'lishi mumkin. O'shanda har bitta maksimumda yoki minimumda поглощение hosil bo'ladi. Поглощение bo'lmasa, trend yo'nalishi o'zgarmaydi hech qachon. Masalan, maksimumda yoki mana minimumda поглощениyalar hosil bo'ladi. Поглощениyani endi bu yoqda chizamiz. Misol uchun ma'lum bir shamni yonidagi boshqa sham o'zidan oldingi shamning shpilkasini o'z tanasi bilan break qilishi, ya'ni yorib o'tib tana yopilishi. Mana bunday bo'lib qolishi bas, nima deydi? Shpilka bilan bo'lib qolsa, bu shamda boshqa narsa bu. Bu ham tasdiqni zo'r, lekin bu boshqa narsa bu. Bu teskari tomonga qarab ishlanadigan. Uni ham qachonlardir ko'rsataman. Ya'ni sham bir-birini shpilkasi bilan yorib o'tishi, bu boshqa tema. Bizda поглощение, aktualniy поглощение mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni o'z tanasi bilan o'zidan oldingi shamning shpilkasini maksimum yorib o'tib yopiladi. Bo'ldi, shu sham vaqt tugaydi, yopiladi. Mana shu aktualniy поглощение, ya'ni свечной bu razворот degani. Misol uchun mana bu sham ana shunday holatda shamni, ya'ni time frame 15 minutlik time frame'da примерно 15 minutlik time frame'da shunaqa sham topsanglarda 1 minutlik time frame'ni o'tganlaringizdan keyin mana shu shamni mana break bo'lgan joyini eslab qolinglar. Struktura change of correction bo'lgan holati bo'ladi. Ana bu choch bo'ladi. Ya'ni struktura downtrenddan uptrendga o'zgargan holat bo'ladi. Mana bu chiziq, ko'rinyapti? Mana shu chiziq. Ya'ni bu sham ko'rinishda razворот, ya'ni свечной razворот. Ya'ni bu strukturada nima bor? Swing struktura, internal struktura, fraktal struktura, to'rtinchisi свечной struktura deyiladi. Ana shu свечной strukturani, endi swing strukturaning razворотini bilamiz. Hammasida change of correction bo'ladi. Bu свечной strukturaning razворот holati shu bo'ladi. Buni time frame'ni o'zgartirsanglar, masalan 15 minutda поглощение topib 1 minutda o'tsanglar, tekshirib olsanglar bo'ladi. Bunga ko'p to'xtalib o'tmaymiz. Shunchaki bir aytib o'tdim tasdiq uchun. Xo'p, поглощениyaning 3 ta qoidasi bor. 3 xil ko'rinishi desa ham bo'ladi. Jamda qoida deb qiyinlashtirib gapirmaylik. 3 xil ko'rinishi bor. Поглощение bo'lishligi, aktualniy поглощение bo'lishligi 3 ta qoidasi bor. Ya'ni bitta sham o'zidan oldingi shamni bitta shamni o'zi yorib o'tishi, yoki ikkita sham bo'lib, ikkinchi sham borib yorib o'tishi. Mana bu ham tasdiq bo'ladi. Ya'ni aktualniy поглощение razворот bo'lishi sham. Ikkita sham yorib o'tilishi. Agar ikkita sham yorib o'ta olmasa, uchinchi sham yorib o'tishi, bu ham aktualniy razворот deyiladi. Свечной razворот, ya'ni поглощение deyiladi. Tanasi bilan yorib o'tilishi. Mana shu holatda 3 ta shamgacha ruxsat bo'ladi. Ya'ni поглощение bo'ldi deb tasdiq bo'lishiga 3 ta sham bizga aktualniy bo'la oladi. Agar 4-inchisi bo'lsa, dabdala bo'ladi. 4-inchisi bo'lsa, ishlatilmaydi. Уже поздно yurib bo'ldi. To'rtta sham yurib bo'lgandan keyin akalar mana misol uchun nechta time frame'da, любой time frame'da поглощениyaси bor. Mana bu qizil shamimiz misol 15 minutlik time frame,
15 minutdan. Endi mana bu yashil sham qachon yopilguncha 15 minut o'tadi. Keyin yana bitta 15 minut o'tgan. Keyin yana bitta 15 minut. Ya'ni necha minut bo'ldi? 45 minut. Endi 60 minut. 15, 30, 60 minut. 1 soat o'tib ketadi. Bitta paglashini. Уже поздно, vaqt o'tib ketdi. Chunki bu yerda vaqt bilan vaqtdan kassatsiya qiladi, kotirovka vaqtlar ham kassatsiya qiladi. O'shanaqa xullas algoritmlar bor. O'sha narsaga to'g'ri kelish uchun bizda eng oxirgisi faqat 3 ta shamgacha ruxsat, paglasheni aktualniy bo'lishligiga 3 ta shamgacha ruxsat. Sinir ketyapti. Xullas 3 ta shamgacha ruxsat bo'ladi. O'shanda biz misol uchun mana shu holatni, endi teskari holat tasavvur qilib ko'rasizlar. Men chizayapman. Mana shu holatni misol maksimumda ko'radigan bo'lsak, ya'ni aktualniy paglasheni bo'lsa, maksimumda ko'radigan bo'lsa, mana maksimumda. Haqiqatan mana shu pastga qarab razvod qilyapti degan setapni beradi. Pastga mana shunaqa holat ko'rsak, tepaga qarab ketishidan dalolat. Switchni tepada ko'rsak pastda, pastga ko'rsak tepaga ketishligidan dalolat. Endi biz uptrend holatda faqat ishlatadigan joyimiz demand zonalar, ya'ni pastdan tepaga olish, pastdan tepaga olish, pastdan tepaga, tepadan pastga olsa dabdala bo'ladi. Pastdan tepaga trend qayerda ketsa o'sha trend bilan bayga bo'lsa bayga bosish kerak. Down trend bo'lsa sellga bosish kerak. Sellga bosish kerak. Misol uchun mana shunaqa paglashenalarni faqat down trend holatda maksimumlardan, kuchli maksimumlardan qidiramiz. Up trend holatda minimumlardan qidirishimiz kerak bo'ladi. Endi bu minimumlarni razvorot bo'lib ketishligiga sabab qidirishimiz kerak. Eng birinchi ochibdi. Sabab esnarniy zona, order blok, yana nimadirga o'xshagan tasdiqli zonalar bo'ladi. Endi order blok, esnarniy zona ola qolaylik, eng kuchliroq shular. Misol uchun mana bu yerda esnarniy zonamiz bor ekan. Biz uptrendda turibdi. Uptrendda buy setup olishimiz kerak bo'ladi. Uptrendda bo'lgandan keyin o'shani mana shu paglashenani shu yerdan qidirishimiz kerak. Xo'p, ana endi bu paglashena, ya'ni switchnoy strategiyani qanday ishlatamiz? Strategiyani bunda Fibonacci tortib ishlatamiz. O'zi aslida Fibonacci'ni bilib olishimiz kerak. Fibonacci'da o'zi bu aslida kim, nima? Fibonacci, ya'ni bilmaganlar bor, bilganlar uchun eslatma bo'lsin, bilmaganlar uchun aytib o'taman. Fibonacci 17-16 asrlarda matematik olim o'tgan, ya'ni Italyan Fibonacci Pizanti degan odam bo'lgan, matematik olim bo'lgan. Matematik olim sanoq sonlar ketma-ketligini, ya'ni bir ma'lum bir sanoq sonni o'zidan oldingi ikkita sanoq sonni ketma-ketligi yig'indisiga tengda. Mana shu sanoq sonlar ketma-ketligini formulasini, ya'ni oddiy sanoq sonni isbotlab bergan xullas. U sanoq sonlar ketma-ketligi, ya'ni 0 dan 1 yondan-ku yozib beradi. Misol uchun 0 bo'lsa, ko'paytirlar. 0 ni 1 ga ko'paytirsa nechi bo'ladi? 1 bo'ladimi shunda? Keyin 1 ni 1 ga qo'shamiz. 1 ni 1 ga qo'shiladi. Keyin chiqqan javob 2 bo'ladi. 2 ga 1 ni qo'shiladi, 3 bo'ladi. 3 ga 2 ni qo'shiladi, 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. 5 ga 3 ni qo'shsa 8 bo'ladi. Ya'ni qo'shib ketilyapti. Sanoq bir-birini ko'paytmasin hozircha. 8 bo'ladi. Ya'ni 5 ga 8 ni qo'shsa nechi bo'ladi? 13 bo'ladi. Hozir matematika darsligi deb o'ylamaylik, endi baribir aytib o'tib ketamiz. Tak, 13 ga 8 ni qo'shamiz. Nechi bo'ladi shunda? 13 ga 8 ni qo'shamiz, 21. 21 bo'ladi. 21 bo'ladi. 21 ga qo'shamiz 13 ni nechi bo'ladi? 34 bo'ladi. 34 bo'ladi. 34 ga kalkulyator ko'paytirib qilmasa sal endi qiyinlashadi. 34 ga qo'shamiz 21 da 55. 55. Agar xato yozsam aytinglar. Ovoz ochiq turibdi. Noto'g'ri hisobladingiz deylar. 55 ga qo'shamiz 34 da nechi bo'ladi? 89. 89 bo'ladi. Ana endi 55 ga 89 ni qo'shsa nechi bo'ladi? 144 bo'ladi. 144. Endi akalar kalkulyatorni olinglar. Kalkulyatorni olinglar, hisoblab ko'ringlar. Shu men hisoblashim shart emas, shunaqa bilan. 1 endi teskari. Sanoq sonlar ko'paytmasi
bir-biriga qo'shish hisobida kelib chiqdi. Har bitta javobini o'zidan oldingi anonga songa qo'shib mana son kelib chiqyapti. 1 ga 1 ni qo'shdik 2, 2 ga 1 ni qo'shdik 3 chiqdi, 3 ga 2 ni qo'shdik 5 chiqdi, 5 ga 3 ni qo'shdik 8 chiqdi. Shunday qilib ko'paytirdi. Endi 144 oxiri chiqdi. Endi bundan qo'shib ketaversangiz ham bo'ladi. Undan buyog'i baribir bir xil chiqadi. Ya'ni orqaga qarab teskari sanoq bo'yicha bo'lishni boshlasangiz baribir bir xil chiqadi. Shu yergacha yozdik. 144 ni endi 89 ga bo'lamiz. 89 ni 55 ga bo'lasiz. Javob chiqaveradi. 55 ga 34 ni bo'lasiz. 1.618, 1.618, 1.618 oltin kesim. Ya'ni bu oltin kesim deyiladi. 1.618. Bu oltin kesim har bitta detalda, chig'anoqlarda va suvdagi chig'anoq, koinotda va yer shari, любой detal bo'lishidan qat'iy nazar, baklashkami, ruchkami, bizning kallamizmi, ko'zimizmi farqi yo'q. Любой detalda mana shunaqa o'zini formulasi bo'yicha hisoblasangiz ham 1.618 ga, ya'ni yig'indisi 1.618 ga teng bo'ladi hammasi. Mana shu formula bo'yicha oddiy sanoq sonlar ko'paytmasini, ya'ni teskari bo'lish bo'yicha 1.618 oltin kesim kelib chiqavergan. Bu endi Fibonacci olim bu isbotlab bergan odam, bu aslida Qur'onda ham aytib o'tib ketilgan. Hammani esa ana shu ma'lum bir songa taqaladi. 1.618 shuni oltin kesim deyiladi. Hattoki mana yer sharida, yerda oltin nuqtasi qayerda bo'ladi? Makka shahri. Misol uchun Makka shahridan Shimoliy qutbgacha 1.618 kilometr degan. Xuddi mana shuncha kilometr chiqadi hisoblasa. Makka shahridan Janubiy qutbgacha 1.618 kilometr. Teskari hisoblasangiz ham xuddi shunday bo'ladi. Hammanisida mana shu oltin kesim mavjud. Mana shu oltin kesim ustida qurilgandek. Hammanisi. Isboti ham bor matematika. Tak, endi o'sha Fibonacci olim, Italyan Fibonacci olimni matematikaga oid mana bu yaratgan formulasi matematikaga oid bo'lgani uchungina TradingView kompaniyasi shuni nomiga asoslanib, hurmatiga asoslanib Fibonacci instrumentini qo'shgan. TradingView ga instrumentini qo'shgan. Mana shu instrumentni tortamiz, misol uchun. Qanday qilib Fibonacci instrumentini tortadigan bo'lsak, bizda mana 1 bilan 0 orasida, mana bu 1 bilan 0 orasi degani. Ekranda ko'rinyapti. 1 bilan 0 orasi. Mana bu yerda ham 1 bilan 0 orasi, to'g'rimi? Endi mana shu 1 bilan 0 bu ob'yom degani, ya'ni detalda ob'yom deylik. Mana shu ob'yomni yig'indisi 1.618 ga teng bo'ladi. Endi yana 1 barobar xuddi shuncha hisoblasa 2.618 degani. 1 barobar mana shunaqa yig'indini hisoblasa ketaveradi. Fibonacci'da instrumenti shunaqa hisob kitobda qo'yilgan. O'shaning uchun ham ma'lum bir detalni hisoblasa 1.618 teng bo'lavergani uchun shu instrumentni qo'yilganda buni trading uchun, ya'ni maksimum minimumlarga tortib shu bo'yicha tahlil qilish uslubi yaratilgan. Ya'ni tahlil qilish uchun shu instrument qo'yilgan. Misol uchun mana minimumdan maksimum yoki maksimumdan minimumga qarab tortishadi, to'g'rimi? Fibonacci mana minimumdan maksimumga qarab tortadi. Endi mana bu yerda 0.5 0.18 zonalar bor. Shuni o'zgartirib o'zini nastroykasiga qo'yib olay. Boshqa nastroyka qo'yamiz. Klassika. Qaniki? 0.5 mana bu Fibonacci'ning o'zini nastroykasi 0 bilan 1 da orasidagi 0.5 zona bu 50% degani. 50% 0.618, ya'ni bu ham bir tasdiqli zona hisoblanadi. Ya'ni 0.618 qo'yilishiga sabab mana shu 1 bilan 0 da yig'indisi 1.618 edi-yu, uni ichidagi 0.618 bitta bo'ladi. 0.618 ni ham qo'yish kerak edi, chunki bu ham oltin kesim deyiladi. Har bitta minimumdan maksimum tortib tursangiz 0.5 keladi, ketadi. Biza o'shanga tasdiq olib, ya'ni eslangan zonalarimizni tortamiz. Bu ham bitta tasdiq ekan deb kiriladi, to'g'rimi? Fibonacci ham xuddi shu songa to'g'ri kelaveradi. Shuning uchun ham mana shu instrument ko'p ishlatishadi. Oltin kesim to'g'ri kelavergani uchun shu narsa. Yana ma'lum bir strategiyalar qilinadi shu Fibonacci'da. Aynan bu switchning strategiyaga mana shu Fibonacci'ni ishlatib turib strategiya qilingan. Strategiya o'zi nima uchun qilinadi? Strategiya ma'lum bir qoidaga asoslanib ishlash uchun strategiya tanlanadi.
odam o'z psixologiyasini boshqarish uchun, hamma odam psixologiyasini boshqara olmaydi. O'z psixologiyasini boshqarish uchun ma'lum bir joyga kiriladi, ma'lum bir joyga tik profit, stop loss qo'yiladi. Bo'ldi, o'sha joydan kutiladi. Yo stop loss turishi kerak, yo tik profit turishi kerak. Вот что, shuning uchun ham strategiyalar taxlanadi. Bizga ham mana switchnoy strategiyada Fibonacci bilan strategiya taxlangan. O'sha narsani hozir ko'rib chiqaman. Ya'ni Fibonacci tushuntirdim. Tak. Ana endi shamga qaytamiz. Switchni shamga qaytamiz. Ya'ni misol uchun bizda yashil sham, eng oxirgi yashil shamda. Birinchi men strukturani kerak tushuntirib olay, keyin o'sha shamni tushuntiraman. Ya'ni bizda mana bu yoqqa tepaga chiqquncha yashil shamdan iborat bo'lib, korreksiya pastga tushuvchilar qizil shamdan iborat bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda mana bu maksimumda, ya'ni bu uptrend-ku, adashib ketmaylik. Mana pastga tushguncha qizil shamlardan iborat, tepaga chiqquncha yashil shamlardan iborat. Ana endi qaranglar. Mana bu minimum bilan maksimumda eng oxiri baribir bittasi qizil, bittasi yashil bo'ladi, to'g'rimi? Razvod qilayotganda. O'shaning uchun mana bu tomonda pastga tushib kelyaptimi, pastga korreksiya bo'lib tushib kelyaptimi? Eng oxirgi qizil shamni tepaga qarab razvorot qilgan oxirgi yashil sham paglasheniya qilishini kutiladi. Tak, o'chirib turaylik. Osonroq tushuntirishga harakat qildim. Ikkinchi kerakcha boshidan Fibonacci kim? Endi qarindosh urug'larini aytmadi-ku. Xullas, mana paglasheniya eng oxirgi qizil sham, nechta sham bo'lib tushishidan qat'iy nazar qizig'i yo'q, eng oxirgi qizil sham va o'sha qizil shamni keyingi mana impuls boshlanishidagi yashil sham, birinchi yashil sham paglasheniya qilishi kutiladi. Paglasheniya qilgandan keyin, tanasi bilan yopilgandan keyin bizda mana bu pastda ham shamni shpilkasi bo'ladi-ku, pastda ham shpilkasi bo'ladi. Fibonacci'ni olamizda instrumentni shu joyda tanasidan soyasiga qarab tortamiz. Ana endi shu joyda bilib olinglar, agar mana bu shamni soyasi uzunroq bo'lsa, kalta bo'lsa, demak shu soyaga tortamiz. Agar bu kaltaroq bo'lib, bunisi uzunroq bo'lsa, shu soyaga birlashtirib tortamiz. Eng oxirgi minimumdagi, ya'ni o'sha ikkita sham o'rtasidagi eng oxirgi sham soyasi qaysi uzun bo'lsa, o'sha yoqqa qarab tortiladi xullas. Ana endi savol borda aka. Hozir men o'rgatib olay, keyin aytasiz. Eslab turing. Xullas, ana endi sham paglasheniya qilib tana bilan yopiladi, to'g'rimi? Biz Fibonacci tortamiz. Bizani сделка ochadigan joyimiz, ya'ni sraz entry bir zonasidan sraz bayga qarab entry qilinadi. Bu hozircha oddiyroq tushuntirishim, men uni o'zini qanaqa texnika bilan ishlatish, ya'ni time frame bilan qanday ishlashni hali kursdan вообще chotki bo'ladi. Kuzatib turinglar faga. Keyin savol paydo bo'ladi, xudo xolasa. Qaranglar, o'z tanasi bilan yopib o'tgandan keyin sraz bayga qarab entry qilasizlar. Pastdagi 0.5.618 u nima, o'gaymi deyishimiz mumkin? Yo'q, bunga agar keladigan bo'lsa 1.608 bormasdan e'tiborli bo'linglar. Mana 1.608 ga yetib bormi garantga. Ya'ni bir zonasidan sraz entry, 1.618 oltin kesim zonasi garant zonasi, 2.608 prognoz zonasi hisoblanadi. Ya'ni taxmin qilib borib berishi yoki borib bermasligi mumkin. Endi borib bersa ham prognoz deb qo'yib qo'yilgan. Lekin garantga обязательно borib berishi aniq. Borib berganda qilinadigan ishimiz shuki, stop loss har doim 0 da bo'ladi, 0 zonasida. Stop loss hajmi sal kattaroq, e'tibor bergan bo'lsanglar. 1.608 sal kichikroq profit zonasi, to'g'rimi? Bu nimaga asoslanib, ya'ni сделка ochamiz unda stop loss kattaroq bo'lsa deyotgan bo'lsanglar, chunki akalar paglasheniya bu razворотdan dalolat. Bu o'sha paglasheniya bo'lgandan keyin 1.608 ga borib berish ehtimolligi 89.7% xullas shunaqa. Ancha kuchli xullas. O'shaning uchun ham stop loss hajmiga qaramasdan
сделка ochsa bo'ladi bunda. Lekin stop loss hajmiga qarab turib riskingizni taqsimlaysiz. Risk managementni bilganlar biladi. Riskingizni taqsimlaysiz. Umumiy depozitingiz qancha bo'lsa, nechadir foizi bilan kirasiz. Ya'ni stop loss uradigan bo'lsa pastga kirib, menej pul ketadigan. Risk management taqsimlaysiz. Ya'ni endi davom etamiz. Agar bizada garant zonaga bormasdan turib, pastga qarab tushib kelib, ya'ni 0.618 zonaga kirsa va mana shu joyda kirib, ya'ni agar mana shu bitta shamni o'zidan foydalanayotgan bo'lsa, ya'ni time frame o'zgartirish hali ko'rsatilmadi, unda boshqacha ishlanadi bu holatda. Ko'rsataman. Mana shu joyda sham o'z shpilkasi bilan qaytib, ya'ni kirsa, yana bayiga qarab dalifga qiladi zonasi hisoblanadi. Bir zonasi majburiy kirish zona, 0.618 0.1 zona ixtiyoriy, ya'ni ixtiyoriy deganda xullas dalifga qilsa bo'ladigan zona yaxshi zonada xullas. Ixtiyoriy deganda ixtiyoriy og'izlar ochmaydi demoqchi emas buni. Lekin ochish kerak-da, ochmasangiz bo'lmaydi, yaxshi zona kelgandan keyin. Garantga bormagan bo'lsa, garantga bormasdan turib kesagina kirasizlar. Agar garantga borib turib keyin keladigan bo'lsa, kirmaysizlar, уже bo'ldi, pozdno. Kirmaysizlar. Sizlar garantga borgandan keyin boshqa ish qilishlaringiz kerak. Ya'ni garantga borgandan keyin mana bu yerdagi stop loss mana shu bir zonasida сделка ochgansiz, bayiga qarab sразу entering. Mana shu zonani sal teparog'ida stop lossni qo'yib qo'yasizlar. Tamom. Stop loss qo'yib qo'yasizlar. 10 ta сделка ochgan bo'lsanglar 80% ni yopasizlar. Ya'ni 10 ta сделка ochgan bo'lsanglar 8 tasini yopasiz. 2 tasini stop lossini birdan sal teparoqqa qo'yib qo'yasizda, take profitini 2.618 ga qo'yib qo'yasiz. Take profitini. Bu bezubitga qilish degani. Bezubitga qilasizda 2.618 qo'yib qo'yasiz. Endi u prognozgacha borsa boradi, bormasa tepadan shunday chiqib turib, pastga qaytib bezubitga urib ketaversin. Baribir siz foydaga chiqaverasiz. Baribir foydaga chiqasiz. Xullas Fibonacci qoidasini tushuntirdim. Ana endi akalar. Bizani qiladigan, ya'ni bu Fibonacci ishlatishdan oldin, ya'ni поглощение qoidasini boya tushuntirgandim. 3 ta поглощение qilsa ham, bizlarga mana shu Fibonacci tortib bizlarga ochasiz. 3 ta sham поглощение qilsa ham. 2 ta qilsa ham ochib ko'rasiz, lekin 4 ta qilsa ochmaydi, abdalla bo'ladi. Mana shu holatda akalar, mana shu holatda. Mana bu holatda mana shunaqa joylardan izlaysizlar. Faqat bayga pozitsiya ishlaydi. Izlanadi. Faqat bayga pozitsiya izlanadi. Tushuntira oldimmi? Bu bitta akamiz savol beraman dedilar, savolingizni bering, men keyin yana davom etaman. Aka o'zi mana shu qizil shamni, yashil shamni oldiga yana ikkita sham shakllanadi-yu, o'ng bilan chap tomonda. Shuni shpilkalari pastda buzib ketgan bo'lsa, ikkalasidan ham uzun bo'lsa, o'shani tortamiz Fibonacci yoki mana shu ikkita shpilkani olsa bo'ladi. Ha, qarang. Faqat mana shu ikkita sham kassatsiya qiladi. Ikkita sham. Agar 3 ta sham oralig'ida bo'ladi, o'zi aslida mana qarang. Misol uchun pastda mana sham tushib kelyapti, tushib keladigan holatingizni beray. Endi qizildan rangini bo'yayotmadim, qizil sham deylik. Sham tushib kelyapti-da. Oxirgi qizil sham mana bu bo'ldi, to'g'rimi? Bu ham qizil sham. Sal teparoqda qo'yishimiz kerak ekan. Sal noto'g'ri qilib qo'ydim. Qanday qilib qo'yishimiz kerak ekan? Zo'r savol berdi. Ana shunaqa savollar bo'lib tursa-da, ikirchi o'rgatib beraman. Qarang, ha, mana endi. Bu endi qizil sham. Tasavvur qilinglar, mana oxirgi qizil sham, to'g'rimi? Agar mana buni shpilkasi sal uzunroq bo'lsa, mana buncha bo'lsa, primerda mana shuncha bo'lsa, bunga tortsangiz bo'ladi. Qarang, 3 ta sham oralig'ida torta olasiz. Ya'ni pastga tushib keluvchi oxirgi sham va uni chap tomondagi yon tomondagi qizil sham yoki o'ng tomondagi yashil sham. 3 ta shamni shpilkasi kassatsiya qiladi, qayerga tortishingiz. Tushuntira oldimmi? Eng oxirgisi agar mana bu yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, shunga tortasiz. Agar uzun bo'lsa, inflyatsiya darajasi juda yuqori bo'lsa, mana bunday bo'lsa, bu apasini, bunga tortmaysiz hech qachon. Bu juda apasini bo'ladi. Mana inflyatsiya darajasi juda uzun bo'lsa, mana bunday qilib torta olmaysiz. Chunki mana bu yerda oltin kesimda hisob kitobi uzunlashib ketib qoladi. Unga bormasdan turib pastga ketib qolsa, stop loss ishlamaydi strategiya, xullas. O'shaning uchun bizda ma'lum bir me'yorda berilgan, ma'lum bir me'yorda
inflyatsiya darajasi bo'lmagan holatda, chunki e'tibor beringlar, bu inflyatsiya darajasi narxlar уже sotib yuborilgan istoriya bu. Narxlar sotib yuborildi, tepaga qarab chiqib ketdi. To'g'rimi? Faqat tanasi kichkina bu. O'shaning uchun ham bu juda uzun hisoblanadi. Buni shpilkasini ishlatilmaydi. Agar sal mana bunaqa yaqinroq bo'lsagina, demoqchiman, shunga sal tortib tursanglar bo'ladi. Shunga sal tortib qo'ysanglar bo'ladi. Atak uzun bo'lsa tortmaysizlar. 3 ta shamni shpilkasigacha kasasta qiladi. Qaysi uzun bo'lsa o'shanga qarab tortasizlar, xullas. Faqat mana bu sham emas. Lekin mana bu sham uzun bo'lsa, mana bu inflyatsiya darajasi yuqori bo'ladimi? Qizig'i yo'q-da. Mana shunga qarab tortasiz, iloji yo'q. Mana bu sham yuqori bo'lsa unga tortmaysiz, lekin oxirgi qizil shamning shpilkasi uzun bo'lsa, bunga qarab tortasiz. Обязательно, iloji yo'q. Bu mana shu minimum bilan поглощение razvorot bo'lingan diapazon, ya'ni объемni oltin kesimi 1.618 da hisoblab beradi Fibonacci. O'shangacha borib berishgacha garant bor, значит. O'shaning uchun ham qaysi uzun bo'lsa o'shanga qarab tortasiz. Javob tushunardingmi akajon? Tushunarli aka, mana o'ng tomonda agar ikkita yashil sham bilan buzsa-yu, ikkinchi yashil sham shpilkasi pastga tushib ketsa, unda ishlamaydi. Yo'q, unga tortmaysiz. Misol uchun mana bu yerdagi keyingi поглощение qiladigan shamni aytibsiz, to'g'rimi? O'ng tomondagisi. Misol uchun sham paydo bo'lsa-da, to'g'rimi? Mana bu joyda aytibsizmi shunda? O'sha shpilkasi likvidligini yechib tepaga chiqib ketsa. Mana bunday bo'lib qolsa deyapsiz, to'g'rimi? O'zi izdelka ochib bo'lgan bo'lasiz aka, bu yerda. 3-sham payda. Izdelka ochib bo'lasiz. Fibonacci tortib bo'lgan. Uch bozdan. Ikkita yashil sham bilan demoqchiman-da, mana qizil shamni ikkita yashil sham bilan. Ha, поглощение qoidasi bo'yicha ikkita yashil sham bo'layotgan bo'lsa-mi? Ha, поглощение bo'yicha bu ham o'sha tema bu ham. Xullas, bu tomondan ko'rsating. Mana, misol uchun mana bunda agar minimumi, ya'ni mana bu shpilkasi borki, sal yaqinroq bo'lsagina tortishingiz mumkin. Mana bu. Shuni minimumi sal yaqinroq bo'lsa, ya'ni ikkinchi ham поглощение qiladigan joyda. Agar uzun bo'lsa, shpilkasi juda uzun bo'lsa. Endi mana bu bunda sal xato bo'ldi. Mana bu tomondan ko'rsatay, chiroyli ko'rinadi. Bu chizgan joyim qayerga qolib qoldi. Xullas, shuni o'zini o'zgartiraman. Mana ikkinchi ham поглощение qilyapti. Ikkinchi ham tanasi bilan yorib ketyapti-da. Lekin aytmoqchisizki, uni shpilkasi uzun bo'lsa-chi deyapsiz, to'g'rimi? Shpilkasi. Bunda ham xuddi shu qoida. Mana bu qoida bor-ku, chap tomondagi qizil sham, 3-sham qoidasi. Bunda ham xuddi shunday. Agar uzun bo'lsa, uzun bo'layotgan bo'lsa, kerak emas, bundan tortmaysiz hech qachon. Eng oxirgi qizil shamni minimumga tortganingiz 1000 marta yaxshi. Mana misol uchun shunday bo'lib qolsa, shunga tortavering. Tanasi bunga turadi. Mana. Уже поздно-da mana bundan tortsa, sal yaqinroq bo'lsa, mana bunday sal yaqinroq bo'lsa, shunga birlashtirib qo'ysangizki bo'ladi. Lekin o'zi asl qoidasi o'rtadagi eng oxirgi shamni shpilkasiga qaratilgan. Oltin kesimni hisob-kitob o'zgarib ketmasligi uchun. Shpilkasi agar inflyatsiya darajasi yuqori bo'lsa, bunga ham tortmaysiz. Agar bunisi uzun bo'lsa, bunga ham tortmaysiz. Tamom. Qoida shunday ekan. Lekin uni поглощение qilgan tanasidan minimumga tortib turib, o'sha shu сделкani, shu strategiyani qoidasi bilan ishlatasiz. Garantga borsa 80% сделка yopiladi. Qolgan ikkita сделкangizda примерно 20%ni bezutga qilib bir zonadan sal balandroqqa qo'yib qo'yinglar, teparoqqa qo'ymanglar. Ya'ni uni ham xavfi bor, ya'ni mana bu yerda bozor bittada uchib ketishi mumkin yoki mana bunaqa bo'lib kelishi mumkin, mana bunday bo'lib yana qaytib kelishi mumkin-da, keyin ketishi mumkin. O'shaning uchun akalar mana bu kelgan payti agar mana bu yoqqa qo'yib qo'ysalar bezutga, mana bu yoqqa chiqqan payt, tamom, orqasidan surib boraversanglar demoqchiman. Bo'lmaydi. O'shaning uchun garantga bordimi, bezubitkani mana shu bir zonadan sal yuqori joyga qo'yinglar, tamom. Minus bo'lmasa bo'ldi. Kelib ursin shu bezubitgan. Minus bo'lmasa bo'ldi, tamom. Постоянно profitda yursangiz bo'ldi. Shuning uchun sal teparoqqa qo'yasiz. Juda tepaga qo'ymaysiz. Tushuntira oldimmi qoidasini?
Ana endi akalar, buni realniy bozorda ko'ramiz. Realniy bozorda ko'ramizda, ya'ni paglashenani o'zini ko'rsataman, keyin men time frame o'zini asosiy time frame bor. Strategiyani ham aynan kulchavoy joyi shunda. Asosiy qaysi time framedan keyin qaysi ishlatish kerak. Uni o'zini yo'li bor. Candle strategiyani olib, tahlil qilib, eslanadigan zonalarni tortib, hozir men sizga mana struktura bitta time frame o'zida strukturani topib, zonalarni chizib berib, mana shu yerdan candle strategiyani ishlatsangiz bo'ladi deb haqiqatan ishlagan joy chiqishadi-da. Iloji yo'q. Ko'rasizda, ha ishlayapti ekan deysiz, to'g'rimi? Lekin o'z qolgan paytingiz bir o'zida endi ishlata olmaysiz. Sababi bitta time frame'ni tahlil qilganingiz uchun ishlata olmaysiz. Kulchavoy joyi ham shunda, time frame'ni o'zgartirish kerak bo'ladi. Xohlasanglar, uni ham hozir birdan tushuntirib, keyin realniy grafikka o'tib ko'rsatib beraman. Nima deylar? Bo'ldi, shunday qilamiz. Qaranglar. Xullas, uzoq muddatda ishlanadigan time frame bor, o'rta muddatda ishlanadigan time frame bor, scalping uchun ishlanadigan time frame bor. Ya'ni agar scalping uchun ishlatmoqchi bo'lsangiz, 5 minutlik time frame dan 1 minutlik time frame ga o'tib ishlatasiz. Agar o'rta muddatda ishlataman desangiz, H1 dan, ya'ni H1 dan 5 minutlik time frame ga o'tib ishlatasiz strategiya. Agar uzoqroq muddatda ishlataman desangiz, D1 dan H4 ga o'tib. Endi H4 ja sal yaqinroq, H1 ga o'tinglar mendan ko'ra. H1 yaxshiroq. H1 ga o'tib ishlatsanglar sal uzoqroq, ya'ni bitta zilkada ochasiz, uzoqroq degani uncha uzoq emas. D-likda tahlil qilganimiz uchun D-likda zonasiga 1 kun ketadimi, 3 kun ketadimi, o'sha siz order blok topganingiz uchun zonaga boraman deguncha 2 kun ketadimi, sabr bilan kutib turguncha aytib bo'lmaydi. Shuning uchun uzoq muddatda deyilyapti. Uzoq muddatda ishlamoqchimisizmi? Siz kutayotgan zonaga ham nechidir kunga keladi. Siz dilka ochganingizdan keyin yana nechidir tek profit turguncha nechidir kungacha borasiz tek profitingizga. Shuning uchun uzoq muddatda deyiladi. Sizlarga novichoklar uchun men maslahatim scalpingni ko'rsatib beraman. Scalping D1 M5 dan M1 da o'tishda ishlatiladi. Masalan, fraktalniy strukturani bilsanglar yaxshi. Men o'tgan safar bir tushuncha berib ketganchilar, videolarni ko'rsanglar fraktalniy struktura bo'yicha. Endi aynan fraktalniy strukturada o'tmaganman, arasa aytib ketganman strategiya. Fraktalniy strukturani o'rgatish uchun dolga vaqt ketadi, o'shaning uchun shuni aytib ketaman. Misol uchun M5 time frame ga o'tamiz. M5 time frame da bizda agar mana fraktalniy strukturamiz uptrendda bo'lsa, misol uchun mana fraktalniy strukturalarimiz, mana shuni chizaylik. Birinchi fraktalniy struktura. Mana fraktalniy strukturamiz deylik. M5 da fraktalniy struktura. Har bitta fraktalniy strukturamizda o'zining qanaqadir order bloki, eslanadigan zonalari bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun, mana burada eslanadigan zonasi, misol. Endi struktura down trendda bo'layotgan bo'lsa, tepa tomonda, ya'ni order blok. M5 da ana shunaqa zonalarni top chiqasiz tekshirish uchun. Ishlash uchun topib qo'yasiz, o'sha range da o'sha zonaga kelishini kutasiz. Juda oson. M5 da endi sal 5 minutda yo 10 minutda o'sha zonaga keladi, juda tez keladi. M5 bo'lgani uchun qiyin emas. Misol uchun mana bu esnar zonadan yana kassatsiya qilish mumkin, tepaga qarab retras olib ketishi mumkin. Yoki mana bu esnarniy zonamiz bunga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun mana bunga ta'sir qilishi mumkin. Realniy grafikda ko'rsatib bersam yana ham oson bo'ladi, qiynalmaysizlar xohlasa. Endi hozir teoriyada birinchi tushuntirib beray. Xullas, mana shunaqa fraktalniy strukturani, ya'ni tepada mana uptrendda, fraktal downtrendda, uptrendda, downtrend, uptrend shakllangan, to'g'ri? Faqat fraktalniy strukturani topasizda, o'sha fraktalniy strukturani esnar zonasi order blokini topasiz. Tamom. Masalan, mana uptrend holatda break off structure bo'ldi. Ana endi
biza esnarni zona chizib kutib turamiz. Esnarni zona chizamiz va order blok bo'lsa order blok bo'lmasa esnarni zona o'ziga kelishini kutib turamiz. Agar M5 time frame'ni o'zida fraktalni strukturamiz kelsa mana shu zonada M1 time frame'ga shunday o'tasizda, xuddi mana shu joyga boyagi strategiyani ishlatasiz. Поглощение qilsa bayga Fibonacci tortasiz, bayga zirga ochasiz. Bu yerda effektivni ishlab berishi kulchovoy joyi nima uchun time frame degani? Katta time frame'ni zonasi H1'da fraktalni H1'da поглощенияsi bemalol garantga yetib olib borib berishga kuchi majna yetadi, shuni biling. O'shaning uchun ham time frame almashtirib ishlatish kerak. Mana kulchovoy joyi shunda. Tushuntira oldimmi? Keyin xullas mana shu joyda kelganda поглощение bo'lishini kutasiz bayga. Поглощение bo'lganda сделка ochasiz, garant, prognoz qoidasini tushuntirdim. O'sha bo'yicha ishlaysiz. Tushuntira oldimmi? Ana endi grafikda ko'rsatib beraman. Teoriyada tushunarlimi? Endi realniy grafikda ko'rsatib beraman. Tushungansizlar, tushundinglar o'ylaylar. Tushundim. Yaxshi. Sal qotyapti. Sal qotdi-da, hozir qanday ko'rinyapti? Alo. Alo. Qanday ko'rinyapti? Gapirib olinglar-chi. Biror nima deylar-chi? O'rtoqlar qanaqa ko'rinyapti? Gapirib olinglar. Ekran o'chib qoldi. Ha, ekran o'chdi-yu, hozir internetim sal qiynalibdi shunga. Hozir ekranni ulayman. Qotmayaptimi? Yaxshimi? Ana endi qaranglar, biz birinchi qiladigan ishimiz shuki, M5 time frame'ga o'tamiz. M5 time frame'ga o'tib olamiz. M5 time frame'ga o'tamiz. Kun ochilishi mana Osiyo sessiyasida o'taylik. Ochib beraykan, keyin 1 minutga ketsak ko'raylik. Ha, yo'q, ochib bermaykan, to'g'ri ochish kerak. Mana shu narsalarni bitta o'chiraylik. Tak, mana M5 time frame'ga o'tganmiz. Biza birinchi qiladigan ishimiz mana kun ochilishida fraktalniy struktura uptrendlarini bilib olishimiz kerak. Ya'ni mana fraktalniy strukturamiz uptrend degan. Eng kichkina strukturamiz uptrendda turibdi. Tak. Ana endi mana bu yerda mana uptrendni birinchi strukturani o'zini topib chiqaylik, zonalar bilan keyin sizlarga 1 minutlikda o'tganda qanday ishlaganini ko'rsatib beraman. Mana fraktalniy struktura uptrendga ketyapti. Tak, tepada bitta atga pastga tushganda mana fraktalni razvorotimiz. Tak, bitta tepaga chiqib mana pastga tushganda, demak mana fraktalni razvorotimiz, to'g'rimi? Tepaga chiqib pastga tushganda fraktalni razvorot yo'q. Tepani o'zida break bo'lib ketgan ekan. Mana bu yerda break of structure ketadi. Fraktalnida. Endi qaranglar. Mana shuni o'zida tushuntirib beraman. Tak. Bizda mana bu strukturamizda break of structure bo'lishdan oldin mana yorib o'tdi. O'zini исторически mana maksimum hisoblanadi. Demak, qaytganida mana bu biz uchun esnarniy zona hisoblanadi, to'g'rimi? Mana esnarniy zona hisoblanadi. Ya'ni mana bu maksimumni resistance zonasida esnarniy zona hisoblanadi. Shu zonaga kelganda struktura
B'ga paklashini qilishini 1 minutlikda kuzatishimiz kerak bular. Endi topib chiqaveraylik, keyin yana ko'rsatamiz. Ya'ni mana bu zonamiz uchun mana bu resistance zonasi 1 minutlik o'tgandan keyin yana tasdiqlang, o'ziniki chiqadi. Eslanali zonalar chiqadi. Uni ham topishni ko'rsataman. Oson. Mana bu maksimumimiz tepaga chiqib yorib break bo'lgandan keyin o'zining eslanali zonasi qaytganida shu zona hisoblanadi. Tak, mana bu zonamizni tepaga chiqib bu tomondan qaytmagan ekan. Eslanali zonada mana bu eslanali zona kasasa qilmagan ekan. Pramo tushib yorib ketgan ekan. Endi bu tomonnikini ko'rsatamiz. Mana break of structure bo'ldi. Tepaga chiqqandan keyin mana bu yerda e'tibor bersanglar, order block bor. Order block. Order block qoidasini bilsanglar kerak. Order block. Bu fraktalniy bu. Katta strukturada mana bu order block mana shu order blockdan bu katta strukturaning order block. Shundan kelgan, shundan ketgan, misol uchun bu katta struktura. Bu fraktalniy order block. Ya'ni bu fraktalniy order block. Shunday olyapsizlar. Xullas, tepaga chiqdi, mana shu zonadan selga qarab setup qidirishimiz kerak bo'ladi. Tepaga chiqdi. Break of structure bo'lishdan oldin mana bular tepaga chiqdi va mana buni liquidnessini yechgan ekan. Endi bunda hozir bu internalniy liquid. Bunda faqat shu tasdiq bo'lgan ekan. M1 da o'tganimizda yana ko'ramiz, yana qaysi tasdiq bo'lishini, ya'ni break of structure bo'lishidan oldin qayerdan ketgan bo'lamiz. 1 minutlik time frame ga 5 minutlik time frame da eslanali zona kutamiz. Keldi eslanali zona, endi 1 minutlikka o'tamiz. Kelgandan keyin birdan o'tamiz. Katta time frame uzoq muddatlarda ham xuddi shunday qiladi. Katta time frame da shunday zona kutib olinadi, keyin boshqa time frame ga o'tib ishlanadi. Ya'ni 2.6 1.6 polni yorib chiqib ketish uchun time frame o'zgartirish kerak. Effektivni ishlab berish uchun. Ya'ni shu zonamizga keldi, oxirgi qorasham mana bu ekan. Mana bu shpilka sal yaqinroq, shuning uchun shunga tortaveramiz. Oxirgi qorashamni yashilcham paglashina qildi. Mana shu zonaga kelgan paytda oxirgi qorashamni yashilcham paglashina qildi va tanasidan mana shu minimumga tortasiz. Boyaga aytganimdek, yonidagi shamni shpilka sal yaqinroq bo'layotgan bo'lsa, sekin bunday qilib qo'yasiz. Sal ko'proq qo'yib o'sha uchun sekin shunday qilib qo'yasiz. Garant prognoz bitta qaytib kelgan ekanda, keyin prognoz ketgan ekan, xolos. Mana bizga garantga borib bergan zakonni. Garantga bordi, prognozga sal yaqinlashdida, o'zi boya kerak, bunday to'g'rilab qo'ysangiz ko'rgan bo'lagan. Sal yaqinlashgan ekan. Farqi yo'q. Sabrlashishdan ham yo'q borasida qo'yadi. Xullas, dальше endi. Break of structure 5 minutlikda yana fraktalniy break of structure bo'ldi. Zonasini topib qo'yganmiz. Shu zonaga keldi. Shu zonaga kelsa yana mana bu tomonga qarab qo'yishlaringiz kerak. Mana buni Fibonacci'da o'chirib turaverib. Mana bu tomonga qarab qo'yishlaringiz kerak, chunki mana bu исторический yoki maksimumda yoki bloklarni breaker blok degan, ya'ni qanaqadir eslanali zonasini o'zini qanaqadir yana diapazonni kichraytiradigan holatlari bo'ladi. O'shani qilish kerak. Ya'ni bu fake bo'lishi mumkin. Bir marta shpilka kelib paglashina qilib qo'yib yana o'sha yoqqa kelsa stopizda bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun fakedan qutulib qolish uchun, yolg'on zonadan qutulib qolish uchun zonani yana ham ichkarisida aniqroq qilib topa olishimiz kerak bo'ladi. Xullas, bunda birdan o'zi paglashina bo'ladi. 5 minutlik skarpingda birdan bo'ladi. Ko'ngil xullas. Katta time frame demoqchiman. Oxirgi qorashamni birinchi ham paglashit qila olmadi shpilkasini. Ikkinchi ham paglashini qildi. Minimumga tortasiz. Garant pastga tushib keldi, yana ketdi yana prognoz. Ya'ni effektivni ishlab berayotgani sababi baribir prognozga ketyapti. Ko'rdinglar? Sababi nima edi? Time frame o'zgartirganimiz uchun. Bitta osongina narsa shu. Kulchovoy joyi. Tamom. Buni boshqacha ishlatiladigan yo'llari ham bor. Endi skalping uchun eng oddiy ishlatiladigan holat mana shu akalar. Mana shu. Tushundinglar? 5 minut time frame o'tasiz, 5 minut kutasiz, 10 minut kutasiz, zonangizga keldi, 1 minutlik o'tasiz, paglashina qilsa, bayga bosasiz. Tamom. Agar bu qachon paglashina qilishda, ya'ni stopimiz bir marta urib qo'ysa degan savol bo'lsa, qaranglar. Agar mana shu sizlar belgilagan zonadan, ya'ni qaranglar, mana bu yerda endi paglashina bo'lmayapti-da, ikkinchi ham. Ya'ni paglashina bo'ldi deylik, tepaga chiqadi, garantga bormasdan yana pastga tushdi, Pastga tushdi-da, mana bu zonani ichida
yopilib qoladigan holatlarni ham aytdi, yana dalyutka qiladigan ochiladigan joylarni ham aytdi. Zona ichiga kelib yana bitta paglashina qilsa, yana zerk ochasiz. Xuddi shu joydan. Garantga borib bermagan, chunki borib berish kerak. Yana bitta zerk ochasiz. Qachon zerk ochishdan to'xtaladi? Qachon? Agar u pastga tushib turib, paglashina shu zonadan pastga bo'lib qoladigan bo'lsa, bo'ldi, zerk ochmaysiz balki, kerak emas. Yoki boshqa strategiyani ishlating. Aynan shu strategiyani qo'yilsa, bu tugaydi bu joyda. Tushuntira oldimmi? Agar bu pastga tushib turib, order blokdan shunaqa paglashina qilayotgan bo'lsa, ochishi mumkin. Chunki bizda mana e'tibor beringlar. Mana maksimum, minimum. Bizda mana bu rangeimiz to'g'rimi? Bizda SNAning zona topib oldik. Mana bu yerda order blokimiz ham bo'lishi mumkin, aytib bo'lmaydi. Agar mana bu yerdan paglashina bo'lib stop lossimiz urib pastga ketayotgan bo'lsa, aynan shu zonani o'zidan yana paglashina bo'lishligi xato o'zi. Mana shu SNAning zona. Pastga tushib, обязательно shu order blokdan paglashina bo'ladi. 100% ishonavering. 100% emas, 99%. 100% garantiya berib qo'ysa, ular xatron trader deyishadi-ku, o'shanda bo'lmasa, shunaqa gap bo'lmasa. Xullas. Order blok bormi pastga? Mana bu yerga paglashina bo'lib tepaga borib stopimizni urib qo'ydim pastga tushib. Demak, stopni urgan bo'lsa, mana bundan ham paglashina qilayotgansa, bundan ham riskovat qilasiz. Siz qachon o'sha paytda struktura o'zgarganini bilasiz. Agar bunda ham stoplar urayotgan bo'lsa, mana minimumda pastga tushib ketib qolsa, demak, bu struktura pastga o'zgarib ketganini dalolat. Tushuntira oldimmi akalar? Bunaqa holat bo'lmaydi. Любой paglashani tekshirib ko'ringlar. Endi o'shanaqa holat ishlamay qolsa, demoqchiman-da, shunaqa paydo bo'ladi savollar. O'shanday bo'lib qolsa, lekin bunaqa holat bo'lmasligi, bunaqa bo'lmagan ham shu paytgacha men o'zimga. Любой paglashani garantiya borib berib, keyin ketgan, ketsa keyin ketgan, garantiya borib berib, keyin ketgan. Ishonaveringlar. Strukturaga to'g'ri bo'lsa, любой garantiya borib berib, keyin ketadi. O'rtoqlar, bu oltin kesim shuning uchun ham zo'r ishlab beradi. 1.618 o'sha matematikaga o'zini hisob kitob bilan ko'rsatdim. Bu aynan hamma anonda detallardan nima deydi? Oltin kesim borligi sababmi deyman. Endi shu 1.618, ya'ni 2 barobar ko'p 2.618 lar bular yaxshi ishlab beradi. Mana shu sabab o'zi aslida. Tushuntira oldimmi akalar? Ya'ni mana bunaqa bo'lishligi ko'p bo'lmaydi, umuman bo'lmasa ham kerak. Bo'lmaganmi? Xullas, paglashina bo'ldim, garantiya berib berish aniq. Keyingisi, mana bu zonaga keldik. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu zonaga kelsak, bu yoqqa qaraymiz, bu yoqqa order blok yana ichida ham bor ekan. Ichida ham order blokimiz bor ekan mana bu akalar. Mana yerda mana bu qora shamimiz order blok hisoblanadi. Gap bormi? Kichkina bo'ldi, ana shu order blok. Gap bo'lsa bo'ldi, order blok bo'lsa. Order blokda o'zining ham qoidalari bor, xuddi shunday paglashanga o'xshagan. Yana order blok ham bor ekan aytishga, o'sha SNAning zona topganimizda, order blok topganimizda 5 minutlikda ham ichiga, yana order kichkina order blok bor ekan. Shunga keldi, ya'ni oxirgi yashil shamni qora sham paglashana qilish kerak. Bu paglashana qila olmadi. Keyin yana yashil sham paydo bo'ldi. Demak, oxirgi sham o'rin almashadi shu joyda. Oxirgi sham endi qaysi bo'lyapti? Mana bu yangi sham paydo bo'lgani, o'sha zonaning ichida. Demak, bu oxirgi sham. Aynan endi shuni paglashana qilish kerak. Endi ikkinchi sham paglashana qildi. Mana bu yerda inflyatsiya darajasi bo'lmagan, mana shunaqa diapazonda bo'lsa, eng maksimum shuni torsanglar bo'ladi. Agar mana bunaqa shpilka bo'lib ketsa, mana bunaqa shpilkalarda torta olmaysizlar. Misol uchun mana bu maksimumni, mana bu qora sham. Endi bu aynan shu oxirgi sham bo'lgani uchun bunga tortsangiz bo'ladi. Endi 3-shamni shpilkasi demoqchiman-da. Mana bunaqa uzun bo'lsa tortmaysizlar. Mana buni tanasidan, mana bu yashil shamni qora sham ikkinchi sham paglashana qildi, tanasidan mana bunga qarab tortasiz. Shunda garantga kelib berdi, tepaga chiqdi, bezubitga pastga tushdi. Ya'ni prognozni ham oldi. O'zi aslida to'g'risini aytaman, 5 minutlik bilan aynan 1 minutlikda aynan shu strategiyani ishlatayotgan bo'lsam, men risk amal qilishga ochamanda bezubitga qo'ymayman. Stop lossni qo'yib qo'yaman, tamom. Chunki postoyanno bezubitga uradi, lekin garantiyaga bo'lgan foydam bo'ladi. Lekin postoyanno prognozgacha ketaveradi. Nima qilaman bezubitga qilib shu joyda. Boshqa strategiyada lekin qo'yish kerak bezubitga. O'shaning uchun mana bu stop loss qo'yib qo'yamanda,
prognozgacha kutib turaveramiz xolos. Agar shunchalik o'zlaringizga ishonmayotgan bo'lsanglar, birinchi tekshirib, ya'ni ozgina foyda chiqib qolguncha bezbetga qo'yib turib ishlayveringlar, o'zlaringiz ko'rib tushunaverasiz sekin-sekin. Yaxshi ishlayapti, prognozgacha borib beryapti, demak boshqacha ishlarni bilayotgan deb xuddi mana temani o'tib olasizlar. Tak, mana zonadan mana shunaqa ishlanadi. Ya'ni 5 minutlikda bir order bloki, kichkina tomonda, ya'ni 1 minutlikda ham uzun order blokdan paglashini qilsa, kutib o'tirish uchun vaqt ketmaydi. 5 minutlikda 5 minut time frameda o'sha zonangizgacha borib kelguncha 10 minut yo 15 minut vaqt o'tadi. Undan ko'p kutmaysiz. Shuning uchun ham scalping bor. Qisqa muddatda daromad olish. Tushuntira oldimmi? Endi akalar, bunisini ko'ramiz. Mana bu shpilka nima sabab? O'sha sabab ekan, o'sha likvidni sabab bo'lgan ekan, svet qilib pastga ketishligi. Shu sababdan pastga ketgan ekan, keyin break offlar chiqgan ekan. Tak, strategiyani xuddi shunday ishlatsanglar zo'r ishlaydi. Yana 5 minutlik o'tamiz. Xohlasangiz yana bitta setup quramiz. Farqi yo'q. Ishlab berishni aniq ko'ramiz. Tak. Hattoki yeb qo'yadigan joyimiz endi 100% ishlab bermaydigan joyi. Nima uchun 100% deyilmaydi? Hozir o'sha joyini ko'rsataman. Misol uchun, bizda mana fraktalni uptrendda turibdi. Fraktalni uptrendda turibdi. Uptrend turibdi, bu ham uptrendda turibdi. Internal ham uptrend turibdi, fraktal ham uptrend turibdi. Endi o'rtoqlar, mana biz uchun eslanali zonaki, mana tortib olamiz, to'g'rimi? Break bo'lgandan keyin shu zonamizga kelsa, 1 minutlik time frame da chiqdi, paglashini bo'lsa bayga ishlashimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni yeb qo'yadigan joyimizni ko'rsataman. O'shanday joyda qanday ishlanadi ochib bersin. Hoppa, bu yerga ham ishlab bergan ekan, to'g'ri. Bu yerga ham ishlab bergan ekan. Endi ishlamagan holatda demoqchi edim. 1 minutga o'tgandan keyin baribir ishlab beradi. 100% demayman, lekin ishlab bergan ekan. Ishlamagan deb o'yladim. Ya'ni mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana pastga tushdi, zonaga keldi. 1 2 3 3 ta yashashdan paglajat qila olmadi. Impuls bilan tushgan shamgacha. Yana impuls bilan tushdi. Shu zonani o'zida. Keyin qarayotgansa bu yoqqa order blok bormi? Qani? Yo'q ekan, mana shuni o'zi breaker blok bo'lib ketgan ekan dash. Mana shuni o'zi breaker blok bo'lib ketgan ekan. Ikkita tasdiq deganda bu joyda zona. Oxirgi qorasham mana bunga o'tdi. Buni ham paglashini qila olmadi. Oxirgi qorasham shu zonani ichida mana bu bo'ldi. Endi mana shuni paglashini qilish kerak. Demak, shundan olamiz, mana minimumgacha tortamiz. Mana bu yashil sham. Mana qora sham. Biz yashil shamni minimumgacha tortdik. Garant prognoz. Garant ishlamagan joyini, ya'ni qiyin joyini ko'rsatyapmiz bizdan. Ishlamay ketadigan joyda ham baribir garantiya ham urib bergan, prognozda ham urib bergan. Scalping uchun bu. Ozgina foyda bilan mana shunday ko'paytirib olsanglar, bir oy davomida shunday qilinglar. Kimdir $100 bor, kimdir $1000 bilan kiradi, to'g'rimi? Kimdir $100 bilan kirsa, foydasidan qoniqmasligi mumkin. Lekin o'rtoqlar, foydasidan qachon qoniqasiz? Stabilni bir oygina. Mayda-maydadan qilib bitta yeng, mayda-mayda. Bir oydan keyin necha bo'ladi? Mana hech bo'lmasa har kuni o'sha birinchi $100 dan boshladingizda risk menejmentni o'zgartirmayapsizda foydani. Har kuni $30 dan foyda olsangiz, $100 dan har kuni $30 dan foyda olsangiz, $30 dan ko'p bo'ladi. $30 dan foyda olsangiz necha bo'ladi shunda? 10 kunda $300 bo'ladi, 10 kunda $300 bo'ladi. 20 kunda necha bo'ladi? $600, $900 bir oyda bo'lagan, to'g'rimi? Siz bir oy oldin $100 bilan boshlaysiz. Endi $900 bo'ladi bir oy bo'lgan. Har $1000 bo'ladi deylik. Endi risk management sekin oshadi. Risk management sekin o'zi qoidalari bor, pul oqimi sikli bor, o'zim nazariyam bo'yicha o'rgatiladigan o'quvchilarga o'rgataman shunaqa qilib. Menga o'qiydigan o'quvchilar bor, shular har bittasi shunaqa o'rgatganman. Даже o'sha A bittiga ham o'rgatganman. Ular ham biladi. O'sha bo'yicha risk sekin oshirishni boshlaydi, o'shanga qarab turib foyda ham ko'payishni boshlaydi. Qarabsizki, bir oydan keyin o'zi foyda keladigan foydaga qoniqishni boshlaysiz. Qoniqishni boshlaganingizdan keyin xullas o'sha darojkaga tushib olasiz. Trader darojkasiga tushib olasiz, tamom. Mana shu etapdan o'tib olish bir oygina qiynash mumkin. Voy biznesni qilsangiz bir oyga qiynalasiz. Yangi biznesni qilmagan biznesni. Bu ham xuddi shunday-da, boshida bir oy qiynalasiz maksimum. Keyin shu
shu trader дорожкasiga tushib olasiz. Bitta strategiyani stabillik faqat o'shani o'rganib, yaxshi o'rganib olib ishlarni ishlatsa. Mana Bruce Lee nima degan? Bruce Lee gapini пример qilib olib ketaylik. Men deydi bitta priyomni qayta hozir Bruce Lee nima deydi? Bitta priyomni deydi qayta shug'ullangan odamdan qo'rqaman, bitta tepishda deydi. Bitta tepishda bir marta shug'ullanib ko'rgandan qo'rqmayman deydi. U professional emas deydi. Men boshqacha priyom bilan yotqizib tashlayman deydi. Kuchi yo'q deydi. Lekin bitta priyomni qayta tepishda qayta shug'ullangandan qo'rqaman, u professional bo'lib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun ham akalar bitta strategiya olib turib stabil daromad qilib ma'lum bir depozitga chiqib olsanglar, keyin shikalat bo'ladi. Endi bu strategiyalarni doim ishlataverasiz. Endi pul bo'lgandan keyin orqaga do'q bo'ladi. Pul bo'lsa orqasiga do'qiz bo'ladi. O'shaning uchun любой strategiya risk olib ko'rsangiz bo'ladi yani. Tushuntira oldimmi? Shunaqa akalar. Kimda savol bor? Trendinglarni ham o'sha bola ishlaganda Sal yaxshi eshitilmay qoldi o'shani. Qaytaraverasiz. trendinglarni ham qo'shib ishlatganda mana shu strategiyani o'rgatganlarga. Ha, trendlarni ham qo'shib ishlatsangiz bo'ladi, to'g'ri. Trendlarni ham qo'shib ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, trendlar bilan qanday ishlatiladi? Mana. Bu ham oson. Mana shunday tortasiz trendlarni. Endi uni retestlari bor, trendlarga kelib uriladigan o'zini retestlari bo'ladi, to'g'ri? Endi har shu trendingdan kelib urilgandan keyin mana shu uriladigan joyda ham nima qilasiz? Baribir eslarni zona qidirishingiz kerak. Boshqa zona bo'lmasa qiyin. Har trendingdan kelib urilgan payt paglashini qilish u xato. Ya'ni u sal kirishi sal xatoroq. Trendingni o'zi tasdiq bo'lib bera olmaydi-da. Shuni tushuntira olaman. Trendingdan kelib urildimi, paglashini bo'lyaptimi, u o'sha paglashindan kirib qo'yishi sal xatoroq. Unga yana qo'shimcha tasdiq topishingiz kerak. O'sha SNR zona, order block, breaker block, inside barlar, liquidnesslar o'shanga qarab turib tasdiqli zona bilan kirsangiz yaxshi. Trendlarni o'zidan kirib qo'yishingiz sal qiynab qo'yishi mumkin. Ya'ni qanday? Misol uchun uptrend holatda shakllanyapti. Da. Trendlarni tortgansiz. Trendingni tortgansizda zonalarga qaramayapsiz-da, misol uchun. Trendingga kelyapti-da. Trendingga keldi. Misol uchun mana bu yerda bizda order blokimiz bor ekan. Esnamni zonamiz ham shu qatorda ketyapti. Trendingga kelgandan keyin mana bu bitta paglashina bo'lyapti. Misol uchun endi to'g'ri. Trend yo'nalishidagi gorizontal, vertikal yo'nalishdagi trend yoki narxlar ketma-ketligi kasaniya bo'lib urilishlarda bitta bunday retest bo'lishi mumkin. O'sha retest payti paglashina bo'lishi mumkin. Bor, bunaqalar juda ko'p. O'sha payt agar paglashinasidan bayga olib qo'ysangiz, ya'ni qanaqadir zonadan tashqari, zona topmasdan turib bayga olib qo'ysangiz, bu 50 ga 50, ya'ni ishlab berishlik ehtimolligi 50 ga 50. Bu o'zi pastga tushgunicha o'zi retest bo'lib tushadi, to'g'rimi? Misol impuls korreksiya bo'lib tushadi. Anaqa bo'lib tushadi, to'g'rimi? Mana bu yerga bo'ladigan ishda paglashinani trend linear kelgani uchun siz o'sha sherdan izdelka olsangiz 50 ga 50 ishlab berishligi. Mana shu yerda bo'ladigan paglashina mana bu yerda ham bo'lgan, mana bu yoqqa ham bo'lgan. Endi bu yerda trend linear bo'lgancha izdelka ochmagansizda. Mana bu yoqqa trend linear kelgancha izdelka ochyapsizda, bu ishlab berish ehtimolligi 50 ga, balki ishlab beradi. Chunki trend linear kelib urilgan joy ba'zida esnarni zonaga ham to'g'ri kelib qoladi.
lekin o'shanga ham qarang demoqchiman. Esnali zonaga kelgan bo'lsin. Endi zonaga yoki order blokka kelgan bo'lsin, o'sha trend liniya urilgan joy. Trend liniyani o'zini tasdiq bilan kirib qo'ymang. Nidday bor. Dabdala bo'ladi, ishonavering. U agar stop uzda urib, agar mana bu zonaga kelib turib, mana shu yerdan paglashini qilib qo'ysa, demak shundan ketaverishi mumkin. Trend liniyalar har doim chiroyli shakllanmaydi-ku, to'g'rimi? Jingalak bo'lib yuradi ba'zida. Hozir men chizganimdek chiroyli shakllanmaydi. Agar mana bu order blokdan kelib tepaga ketib qolsa, mana bu yerdagi stop uzni yeb qo'yadi. Bu trend o'zgarmagan bo'ladi, chunki mana minimum o'zgarsa pastga ketadi. O'shaning uchun akalar trend liniyani ham qo'shib ishlatsanglar bo'ladi, trend liniyani qo'shib ishlatinglar. Lekin eng osonroq yo'lini ko'rsatdim, 5 minutlikda har bitta order blokidan, har bitta kuchli zonasidan baribir struktura retest oladi. O'sha retest olganda 1 minutlikda o'tsangiz 95% baribir garant prognoz urib beradi. Ko'rdinglar, ko'rdingiz. Shunaqa. Yana qanaqa savol? Menimcha savollar qolmadi, strategiya yaxshi tushunarli bo'lgan bo'lsa. Tugatamiz. Ekran ko'ryaptimi? Ko'rmabdi, ha, ko'rsatavering. O'zi 5 minutlik mana shu time frame masalan. Mana shu mana bu yerdan hozir tek bo'ladi mana shu yerdan. 5 minutlik time frame'da birinchi trend yo'nalishini topib olasiz. Fraktalni uptrenddan yo'qmi shuni topib olishingiz kerak. Fraktalni razvorot bo'lgan joyini topib olishingiz kerak. Birinchi qiladigan ish. Masalan, mana bu yerda hozir fraktalni razvorot bo'lyapti mana shu. Hop. Kelyapti, agar mana bu yerga kelib, mana Chayteri test bersa, o'sha paglashini qilib bersa, ishlasa bo'ladi. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Lekin bu yerda ishlayvermagan, menimcha. O'sha yerda qo'ying. Ha, paglashina bo'lganmi? Qayerdan bo'lgan? Mana bu yerda bo'lgan ekan. Mana bu yerda bo'lgan ekan. Yo'q, mana o'zidan oldingisini ko'ring, mana pastga yorib o'tib pastga tushgan-ki. Yorib o'tib bitta pastga tushgan. Ha, yorib o'tib pastga tushgan. Nimada paglashina bo'lib qaytgan? Shunga qarang-da. Minimumni yorib ketmagan o'sha. Lekin ta'bir tepaga ketgan. 1 minutlik o'tgandan keyin baribir yana qarashingiz kerak. Nima sababdan tepa reaksiya olib paglashina bo'lishi mumkin? Aytdim, esnar bilan order blokka qaraylar dedim. To'g'rimi? Yo'q, pastda paglashina bo'ldiki, yorib ketib pastga tushgan. Pastroqda, o'sha joyda. O'sha joyini sal mana ikkita sham pastda demoqchiman. Ikkita sham past. Boya ko'rsatgan joyingiz. Mana bu yerda ikkita Bu yo'q, emas. Qani qaysi ana grafikda bu? Qaysi grafikda? Qaysi instrument mana kirib ko'rsatdi? USD. How is ya? Man ekranni ko'ryaptimi? Ekran. How is the qaysi time frame? 5 minutlikmi? Ha, ko'rgan. 5 minutlikda, 5 minutlik. Mana bu joyda topsa, to'g'rimi? Mana bu joyda mana. Mana bu joy, to'g'rimi? Mana shu. Ha. O'shanda siz qiladigan ishingiz bu uptrendlarni bilamiz. Mana bu yerdan esnarni zona tortib olamiz. Esnarni zona tortib, break bo'lib yorib ketib, yorgandan keyin esnarni zona tortib olamiz. Mana bu pastga tushgan. Pastga tushib, yana tepaga qarab chiqib ketish kerak, to'g'rimi? Bu prosta bizga bir tasdiqning zona hisoblanadi. Endi 1 minutlikka o'tamiz shu yerda. 1 minutlikka o'tamiz. 1 minutlikka ham zonaga qarashimiz kerak.
Mana aytadigan joyim mana bu yerda keldida birinchi kelib paglasheni qila olmadi. Pastga tushdi. Buni ham paglasheni qila olmadi. Pastga tushib mana bu yerda paglasheni qildi. Nima uchun u paglasheni qilyapti bu yerda? Tana bilan yorib ketgan bo'lsa, zerka ocha olmaysiz. Bu yerda order blok bormi, esnarniy zona bormi, shunga qaraysiz. Endi qarang aka. Mana bu yerda esnarniy zona, fraktalniy esnarniy zonaga o'tadi. Qanday holatda? Qarang. Bir marta keldi, mana bu joy urildi, to'g'rimi? Bir marta. Xuddi shu joyda yana bitta qaytyapti. Keyin ketyapti. Ikki marta urilgan joyi mana bu. Mana endi katta zonadan, katta strukturadan ko'rsatamki, o'ziga osonroq bo'ladi. Ikki marta urilgan, mana bu yerda kelib yana 3-marta urildi, to'g'rimi? To'g'rimi? 1, 2, 3. Mana shu 3-joy ham esnar zona hisoblanadi biz uchun. Bu shpilka bilan yechgani struktura o'zgarib ketdi degani emas. Tepaga qarab paglashini qilsa, baribir riskovat qilsangiz bo'ladi mana shu yerdan. Riskovat qilib ko'rsangiz bo'ladigan joy hisoblanadi. Endi bunaqa xunuk holat har doim ham shakllanmaydi. Shakllanganda mana shuni ishlaysiz. Tushuntira oldimmi? Yana ko'rsatsangiz bo'laveradi agar tushunmagansiz. Yana kimda savol bor? Navro'z aka. Navro'z aka ovozlari o'chib qolgan ekan. Ha, gapiring, Navro'z aka. Sizda hozir bunday kishi bo'lib dars izlatadi dedi. Aha. Kompyuter mikrofoni yaxshi ishlamadimi? Ulanmadi. Mana grafikdan sizga bitta narsa ko'rsatib, so'ramoqchi edim. Hozir ulashga harakat qilib ko'raman. Zapisni tugataman-da. Buradan zapis tugatavering. Bo'ladi, ustoz, bo'ladi.